ikkita sekvens berilgan bu yerda. Limitlar bor. Buni yechimini ham tashladim. Yana bir tushuntirib qo'yaman. Yana o'sha belgilash kiritib olgan osonroq bu yerda. Misol uchun buni bitta sekvens deb olamiz. Chunki belgilash kiritganingizda o'sha sekvensning limiti aniq bo'ladi-da. Mana bu yerda misol uchun buni cn deb atatsak, bu yerdan limit cn 5 ga kelib chiqadi. Okay? Va bu orqali ifodalab olsak bo'ladi. Noma'lum sekvenslarni bn, an, cn bo'lsa, qaranglar, an ning limiti bor, cn ning limiti bor, bitta bn noma'lum bo'lyapti, to'g'rimi? Shu bn ni topamiz shu yerdan. cn plus an va bunga qo'yamiz. Okay. O'tang. bn kub, an kub, an, bn. Okay? Limit cheksizlik bn ni topdik, o'rniga qo'yamiz, kubga oshiramiz. Kubga oshirganimizda nima qoladi? An kublar qisqarib ketadi. Cn kub 3 cn an square 3 an cn square. Mana shu qoladi. Adashmadimmi? An kub qisqarib ketdi. Keyin mahrajda bn ni an ga ko'paytiramiz. Cn plus an square. Okay. Endi bizda cheksizligi bor. An ni cheksizlikka bo'lganimizda constantni 0 bo'lib ketadi. Shundan foydalansak bo'ladi. Agar mana shu yerda an square ni qavsdan chiqarib yuborsak, limit cheksizlik an square qavsdan chiqarib yubordim. cn cn kub an square. Bu yerda 3cn plus an chiqib ketsa 3 cn square an. To'g'rimi? Hammasining limiti bor. Nimaga? Qaranglar. Cheksizga intilganda bu cn kub, buni kubi va buni o'zining limiti ham bor, cheksiz. Constantni cheksizga bo'lsangiz, baribir 0. 0 ga intiladi. 0 ga intiladi. Bu ham 0 ga, chunki 5 ni cheksizga bo'lyapmiz. Okay. Cn ning limiti bor 5. Shundan 15 kelib chiqadi.